Masalan, asosan men bir hafta, 2 hafta dars beraman. Menga o'quvchini ilmi emas, asosan uni qobiliyati kerak. Qobiliyatli bolalarga bizning vazifamiz ilm berish. Ilmli bolalarga bizning vazifamiz qolmaydi. Bitta bayonnoma yozish mumkin. Yozolmasligi misol uchun mumkin. Lekin unda bayonnoma yozish uchun bir 2 soat, 3 soat yetadi. Lekin u bayonnoma yozishni o'rganish bilan u o'zbek tilisi boshqacha bo'lib ketmaydi. IELTS ham xuddi shunaqa dastur. Prosta mana shu narsani biz insonlarga, talabalarga yaxshilab tushunish kerak. Biron bir insonni oladigan bo'lsak, boshi bu yerda, oyog'i bu yerda, qorni bu yerda, barcha a'zo bor. Hamma narsa misol uchun o'tilgan, lekin birlashish yo'q. Ana shunaqa ayrim shunaqa bir integratsiya yo'q shu narsa. Nimaga men hamma narsani bilaman, grammatikani hammasini bilaman. Xohlagan mavzuni aytib berishi mumkin. Nimaga gapirib bilmayman. Tabiatan misol uchun men shalg'amni yeyish yaxshi ko'rmayman. Bir marta shunday bir televizor yoqqan paytni pro shalg'am shunaqa ma'lumotlar aytyaptiki, hozir bir kola ichsam shalg'amni yeydigan bo'laman. Asosiy narsa bu motivatsiyada. Hatto shunaqa bizga insonlar, buyuk insonlar bo'lganki, bir kecha kunduz avliyo bo'lgan. Avvalambor biz dars paytimizda ham shunaqa ulug' alomalarni ham biz gaplashib o'tamiz. Ular qanday qilib bunaqa natijalarga erishgan, qanday bu ilmlarni olgan, bu sirlar nimada misol uchunda. Assalomu alaykum, IELTS Insights ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Buxorodagi tashrifimizdan yana bir ajoyib ko'rsatuv. Bugungi mehmonimiz Akmal aka Ixtiyarov. O'sha nima deydi, Buxorodagi eng top IELTS instruktorlaridan ko'plab o'sha muvaffaqiyatli o'quvchilarni, talabalarni bitirib chiqargan bir o'qituvchi sifatida, ustoz sifatida bilamiz. Va o'sha Toshkentdan ham o'sha Buxoroda qaysi o'qituvchi yaxshi desa, demak ko'pchilikning fikri demak Akmal aka Ixtiyorov degan gap juda ham ko'p eshitganman. O'zingiz bilan ham shaxsan ko'rish biz uchun qanaqadir ma'noda sharaf. Demak, bugungi ko'rsatuvga rad etmasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Menga ham rahmat, tashakkur. Yana bir narsani eslatib o'tishni xohlardim. Bugungi ko'rsatuvimizni hamkori sifatida shu narsani tashkillashtirishga juda ham katta yordam bergan Al-Buxoriy o'quv kompleksini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Agar siz Buxoroda bo'lsangiz, demak bularning bog'chalari bor yoki bo'lmasa boshqa o'quv kurslari bor. Albatta Al-Buxoriy o'quv kompleksiga tashrif buyuringlar. Va hozir ham biz mana ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib manzara. Demak, havo ham qanaqadir bir yaxshi, kayfiyat beradigan havo deb aytishimiz mumkin. Akmal aka, o'zi mana ko'plab o'qituvchilardan biz so'radik, o'sha Buxoroning o'zidan ham. Aynan o'sha o'quvchilarda IELTSdan yuqori ball ko'rsatkichi juda ham yaxshi. Men bu narsani har doim aytaman. Bizning ham o'quv markazida ko'plab IELTS o'qituvchilarimiz yoki Buxorodan yoki Navoiydan. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Birinchi siri. Avvalambor bu sirni aytishdan oldin, o'zi Buxoro tarixidan beri shu ilm markazi bo'lib kelmoqda. Endi masalan uchun agar biz tariximizda Buxoroda asosan motivatsiya juda ham kuchli. Nimagaki? Chunki bizga shunaqa avliyolar borki, hattoki ayrim bittasini aytadigan bo'lsak, Yakshaba avliyo. Hattoki shunaqa bizga insonlar, buyuk insonlar bo'lganki, bir kecha kunduz avliyo bo'lgan. Avvalambor biz dars paytimizda ham shunaqa ulug' alomalarni ham biz gaplashib o'tamiz. Ular qanday qilib bunaqa natijalarga erishgan, qanday bu ilmlarni olgan, bu sirlar nimada misol uchunda. Ana shunaqa narsalar bizga asosan motivatsiya qilib, biz dars jarayonida har xil bir sayohatlar, triplar misol uchun uyushtiramizda, ana shu narsa bolalarga juda motivatsiya, kuch beradi. Misol uchun tabiatan bir sir aytadigan bo'lsa, masalan, tabiatan misol uchun men shalg'amni yeyish yaxshi ko'rmayman. Bir marta shunday bir televizor yoqqan paytni pro shalg'am shunaqa ma'lumotlar aytyaptiki, hozir bir kola ichsam shalg'amni yeydigan bo'laman. Asosiy narsa bu motivatsiyada. Misol uchun men o'ylaymanki, ana shunisi juda katta rol o'ynaydi. Hali dastur davomida taktikalar ham aytib o'tamiz. Aynan biz misol uchun qanaqa biz metodlar qo'llaymiz. Hozir misol uchun bugungi kunda ko'p talabalar keladi. Nimaga men hamma narsani bilaman, grammatikani hammasini bilaman. Xohlagan mavzuni aytib berishi mumkin. Nimaga gapirib bilmayman. Men o'ylaymanki, shu yerda ayrim bir metodda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Misol uchun bir insonni oladigan bo'lsak, boshi bu yerda, oyog'i bu yerda, qorni bu yerda, barcha a'zo bor. Hamma narsa misol uchun o'tilgan, lekin birlashish yo'q. Ana shunaqa ayrim shunaqa bir integratsiya yo'q shu narsa. Ana shu narsa misol kamchiliklari juda ham katta. O'ylaymanki, mana shulardan asosan. Endi mana bilamizki, IELTS imtihoniga ham qaraydigan bo'lsak, o'sha ko'pchilik o'quvchilar 8.5 ballni kirityapti-da qo'lga. Aynan listening readingga keladigan bo'lsak, 90% o'quvchi maksimum, ya'ni 9 dan 9 ballni qo'lga kirityapti. Endi sizning o'zingizning fikringiz yoki bo'lmasam o'sha o'quv markazingizda ishlatadigan texnikalaringiz o'zi qanaqa? Endi buni mayli bunga to'xtalishdan oldin yana bitta narsani so'ray. Endi masalan, men siz haqingizda to'g'risi juda ko'p eshitganman. Endi hozir mana bizani YouTube'dan ko'plab boshqa muxlislarimiz ham tomosha qilishyapti bizani hozir. O'zingiz haqingizda ozgina ayting. O'quv markazingiz, faoliyatingiz qachon boshlandi, nima bo'ldi? Bizning o'quv markazimiz, men o'z faoliyatimni 2005-yildan beri dars berib kelyapman. 10 yillar ancha zo'r o'tdi.
Endi shu markaz davomida juda ko'p talabalarni nima qilyapmiz. Aksariyat holatda bizning talabalar yaxshi natijalarga bir urinishda olgan. Misol uchun nechta talabalarimiz 8,5 olgan bo'lsa ham, bizga shu nima, misol uchun bir urinishda mock test bo'ladi, bola borib topshiradi. Keyin bizga asosiy narsa hozir ko'p bolalarga asosiy muammo bo'layotgan narsa, ko'p butun O'zbekistonda bolalar misol oddiygina inshon oladigan bo'lsak, ular inshonni qanday yozishni biladi. Asosiy muammo ularga nima yozish. Ama shu nima yozish, bu asosiy nima yozish, bu dunyo qarash degani. Misol uchun IELTSda shunaqa bir mavzular bor, keling masalan 10 ta bir aktual mavzular masalan bor, masalan crime, education, holiday mavzular bor. Bizning dasturimiz qanaqa bo'ladi? Misol uchun bir hafta biz tanlaymiz, masalan crime. Crime'ga doir maxsus so'zlar beriladi. Crime'ga doir maxsus frazalar beriladi. Kino, musiqa, barcha ma'lumotlar bir haftalik beriladi. Shu hafta davomida bolalar crime mavzusiga bo'lgan horizoni juda ham oshib ketadi. Ana undan keyin grammatika, keyin IELTS ga borilaveradi. Misol uchun ko'pchilik so'raydi, aynan qaysi kitoblardan? IELTS bu asosiy kimlar uchun bu? IELTS bu men zo'r gapiraman, zo'r yozaman, zo'r o'qiyman, zo'r tinglayman, lekin nima qilishni bilmayman. IELTS bu maxsus odamni shakllantiruvchi bu strategiya emas bu. Ana shu narsa. Misol uchun men IELTS kursim 6 oy masalan bo'ladigan bo'lsa, 5 oygacha biz IELTS gacha o'tamiz. IELTS bu shunday bir dastur bu. Misol uchun biror bir o'zbek bo'ladigan bo'lsa, hamma o'zbek tilida gapirib biladi, eshitib biladi, lekin oddiy bitta bayonnoma yozish mumkin. Yozolmasligi misol uchun mumkin. Lekin unda bayonnoma yozish uchun bir 2 soat, 3 soat yetadi. Lekin u bayonnoma yozishni o'rganish bilan u o'zbek tilisi boshqacha bo'lib ketmaydi. IELTS ham xuddi shunaqa dastur. Просто mana shu narsani biz insonlarga, talabalarga yaxshilab tushuntirishimiz kerak. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozir 2005-yil boshlagan bo'lsangiz, demak qariyb o'sha 15 yildan shu atrofda dars beradi. Juda ham yaxshi. Bugungi kunda nechta o'quvchingiz bor o'quv markazingizda? Qanaqa kattalikdagi o'quv markazi? Tushunarli bo'lishi uchun. Bizda ko'p, ancha ko'p talabalar bor. 500-600 shunday, shu atrofida bor. Akmal aka, hozir mana aytib o'tdingizki, o'sha demak birinchi siz 5 oy davomida ingliz tilini bilmaydigan o'quvchilarga umumiy ingliz tili, ya'ni grammatika, o'sha vocabulary deymiz, o'rgatasiz, undan keyin IELTS ga o'tasiz, to'g'rimi? Shunday bo'ladi. Mana boshqa o'qituvchilardan so'raganimizda, aynan Buxoroda ular haftasiga 7 kun chaqiramiz o'quvchilarni. Ular bilan bir kunda 6 soat ishlaymiz, 2 soatdan dars va qolgan vaqtini o'quv markazida kelib, o'sha praktik qilish bilan o'tkazadi degan o'sha uni berishdi. Shunaqa bizda metodimiz deb aytishdi. Sizda qanaqa shunaqa podxod? Bizda asosan endi bizda metod boshqacha. Bizga hard emas, bizga smart. Endi bu misol uchun men ko'pincha bolalarni to'pa-to'g'ri, men bolalar bilan ko'pincha biz uyga vazifa bermaymiz. Markazda hamma uyga vazifalar bajariladi. Misol uchun bizda hamma sharoitlar yerda bor. Uyda faqat asosiy masalan shunaqa narsa borda. Misol uchun oddiygina qani aytsam bo'ladi. Bizda maxsus kutubxonalar bor, shunaqa narsalar borda. Asosiy metodlari bizga bolalarga self study bo'yicha bajartiramiz. Self study misol uchun bizda bo'ladi. Maxsus o'sha kitoblar bor misol uchun unda endi ochishni qilamiz nada. Zo'r. Endi qarang, mana hozir kitob masalasida gapiradigan bo'lsak, mana ko'p o'qituvchilar aytadiki, ba'zi bir nashriyotlarni kitoblar yaxshi yoki ba'zi bir nashriyotlarni kitoblar qiyinroq yoki mana IELTS o'quvchilarida ham kuzatiladi shu narsa. Men Cambridge'ni qilsam menga osonroq, lekin Oxfordda practice testini qilsam menga qiyinroq. Shu mana siz o'quv dasturingizni aniq qilishda, yasashda qaysi nashriyotning kitoblarini ishlatasiz va aynan qaysi avtorlar bilan ishlaysiz? Bo'ldi, tushundim. Savol juda ham o'rinli savol. Bu hammada qiynalgan savollardan shu bu. Avvalambor IELTS testi bu critical test bu. O'zi asosiy bolalarga sabab bo'layotgan narsa odamlarda masalan free speaking yo'q, hali free tushuna olish yo'q, free reading yo'q. Aynan IELTS gacha bo'lgan maxsus kitoblarni men birontasini o'qimayman, chunki hamma kitobdan olsa bo'ladi. Misol uchun agar IELTS jarayoniga kiradigan bola faqat Cambridge'ni o'zida masalan bergan bo'lardim, chunki hozir har xil masalan bizga bilamizki, actual IELTS testda savollar ketma-ketligi bir xil kelaveradi. Ayrim misol uchun bolalar har xil kitoblarni ishlagan paytda o'sha orientatsiyani bola yo'qotadi. Misol uchun birinchi savol bo'lgan topgan bo'lsa, ikkinchi savol shuni ostira olmaslik uchun bo'ladi. Ayrim kitoblarda, masalan, neofitsial kitoblarda birinchi savol va ikkinchi savol orasida qancha farq bo'ladi. Agar bola har xil shunaqa kitoblar ishlasa, u orientatsiyani yo'qotadi va asosiy testda borib, u ancha noqulayliklar unga hosil qiladi albatta. Zo'r demak, bu fikrni ham o'sha Beyzak Mirahmedov ham berganlar, Toshkentda dars berildi. Ko'pchilik demak o'sha Diyorbek Hayitmurodov, demak agar siz nima deydi, IELTSda endi birinchi marta test bajarayotgan bo'lsa, albatta agar o'sha haqiqiy official practice testlarni qiladigan bo'lsangiz, demak fokus to'g'ri bo'ladi, shunda qochish bo'lmaydi. Lekin Akmal aka, yana bir narsa, mana kecha ham bitta o'qituvchi bilan gaplashdik. U kishining maslahatlari boshqacharoq bo'ldi. Chunki
aytishlarida mana birinchi urinishlarda 8 olganlar va ikkinchi marta topshirganlarda 8,5. U kishi maslahatlari o'quvchi ham uni qilsin, ham buni qilsin, ham Cambridge ham qilsin, Macmillan ham qilsin, Oxford ham qilsin-da farqini tushunsin. Farqini tushunganda, demak, u shu narsa unga readingdan yuqori ball olishga yordam beradi yoki listeningdan farqini bilsa, uni o'sha comparing bilan u ko'proq o'ziga insight oladi degan fikr bildiradi. Bunga qanaqa qaraysiz? Endi har bitta strategiyada misol uchun ham yaxshilik, yaxshi taraflari bor. Endi men o'ylaymanki, misol uchun oddiy misol uchun xotira, memory capacity masalan shunaqa narsa borda. U memory nafaqat shuna bir so'zlashda, u readingdan bo'lishi mumkin. Masalan, oddiygina bir strategiyani bir ochiq aytadigan bo'lsam, misol uchun bola keldi darsda. O'sha IELTS Cambridgegacha unga maxsus kitoblar beriladi. O'sha maxsus kitob orqali bolani tez o'qishi, tez o'qib tushunishi. Bizda shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, bola savolni o'qiydi, javob qidirgan paytda savol esdan chiqib ketishi mumkin. Unda hali ayrim shu reading memory capacity yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin-da. Misol uchun, men o'ylaymanki, avvalambor shu Cambridge'lardan oldin maxsus jurnallar bor. O'rin bo'yicha ko'tarilaveradi. Ana shunaqa 4 ta skillni men o'ylaymanki, bir xil olib borish kerak. Misol uchun bizga ma'lumki, ingliz tilida juda ham masalan bizga shunaqa har xil masalan metodlar bor. O'sha metodlardan masalan bittasi bizga asosiy narsa nima? Shu biz ingliz tilida masalan o'zbek tilida inversiya bo'ladi. Gaplarning joylashuvi misol uchun har xil. Ammo inglizda mana shu bitta xohlagan kursda misol kelgan bolaga avval shu gap strukturasi beriladi. Har bir mavzu o'tildiki, albatta gapdagi joylari ham aytib borilaveradiki, har bir mavzu bola qiynalmaydi gapirgan paytda. Ana shu metodlardan foydalansa juda ham tez bo'ladi, chunki ko'p talabalarimiz IELTS topshirgan, qisqa muddat ichida masalan olgan 8,5 ball. Endi bu 8,5 ball bu avvalambor bolaning qobiliyatiga bog'liq. Shunaqa misol uchun bolalar borki, bir asram o'qisa, misol uchun bir insonda qobiliyat bor. Xuddi misol uchun miya qilmasi bor. Piyolada oladigan bo'lsak, butun unga dengizni qo'ying, oladigan oladi. Bizga misol uchun biz ajratamiz shunaqa bolalarni. Ana shu narsa misol uchun. Juda ham endi hozir o'quvchi mavzusini o'zingiz boshlab qoldik. Savolni bermoqchi edim. Siz o'quvchilarni qanaqa o'quv markaziga olasiz? Test asosidami yoki nimasiga qarab o'quvchilarni olasiz? Yaxshi, hozir o'quvchini misol uchun ilmga qarab olish bu xato. Agar ilm yaxshi bo'lgan o'quvchida o'qituvchi kerak emas. Masalan, asosan men 1 hafta, 2 hafta dars beraman. Menga o'quvchining ilmi emas, asosan uni qobiliyati kerak. Qobiliyatli bolalarga bizning vazifamiz ilm berish. Ilmli bolalarga bizning vazifamiz qolmaydi. Asosan men 1 hafta, 2 hafta dars berib, keyin test olaman. Misol uchun savol javob qilinadi. Misol uchun men bolaga dars beraman. Bola tushungandan keyin men talab qilaman. Tushungan narsani talab qilaman, olganimdan keyin olib bilsam, u bola bizni qabul qilamiz. Ana shunday bizda. Yana bir savol, mana bilamizki, bugungi kunda o'sha butun respublika bo'yicha Qorako'l maktablari juda ham mashhur, ha? Bor shunday. Endi uni ham men o'ylaymanki, baribir Buxoro bo'lganligi uchun qanaqadir ma'noda o'quv dasturida ham qanaqadir ingliz tili bilan bog'liq joylari bor. Mana boshqalar bilan gaplashganimizda tartib intizomni men birinchi o'ringa qo'yaman degan bizani ustozlarimiz ham bo'ldi-da, o'sha imенно disiplinani boshqa disiplina bilan hozir mana qobiliyat deb aytdingiz-a, qanaqa bog'liq? Masalan, o'sha yuqori IELTS ball bilan disiplinaning bog'liqligi nimada yoki sizda o'zi qanaqa shu narsa? Xo'p, juda o'rin savol bu, juda ham. Misol disiplina bu masalan qanday? Masalan, shu Qorako'l sistemasini ochgan paytda Qorako'lda u kerak bo'lsa bola bir 24 soat davomida o'qiydi. Disiplina orqali bolani ishlatish mumkin, lekin bolaga fantaziya hosil qila olmaydi. Masalan, shu ingliz tilida IELTS degan narsa, masalan, ingliz tilida IELTS ko'pincha yo'qqa insho bo'ladi yozish. Misol uchun biror bir shoir bo'lsa, shoirni ustiga biror bir tayoq bilan o'tirsangiz, u she'r yoza olmaydi. Misol uchun biza bolalarga strategiyani o'rgatib, bolani o'z qo'lida qo'yamizki, bolaga fantaziya bo'lsin. Ingliz tili misol uchun shunaqa bir produktiv talab, masalan, skilllar talab qiladigan jarayonlar juda ham ko'p. Oddiy matematikada bunaqa narsa masalan yo'q. Ana shundan farq qilinadi. Agar o'sha masalan Qorako'l sistemasida agar IELTS bizga ma'lumki, o'sha Qorako'l birinchi o'rinda matematika jihatdan rivojlangan. Masalan, ingliz tili IELTS bo'yicha misol uchun emasda. Ingliz IELTSda bu umuman disiplinaning roli juda katta deb o'ylamayman. Misol uchun. Demak, sizda bu narsa qanaqa? Menga yo'q, menga bu narsa uncha emas. Menga disiplina emas, bizlar ko'pincha motivatsiya qilib, shu bolani rivojlantirib, motivatsiya bu nima degani? Kimdadir qanaqadir qobiliyat bor, lekin u hidden, u yashiringan. Motivatsiya shuni izlab topib beradi. Ana shunday, xuddi antivirusday. Chiqarib tashlaydi, bolaning asl qobiliyatini poklab bizga beradi. Va bizning maqsad shuni bizga ko'tarib chiqarib, uni rivojlantiramiz. Juda ham zo'r. Yana bir savol, bugungi kunda intensiv kurslar juda ham ko'p. Masalan, ko'pchilik o'quv markazlari yoki o'qituvchilar qisqa muddatda IELTS o'rgatamiz yoki men har doim bu narsani takrorlayman. 4-5 yil oldin biz IELTS leksiyasi qilish uchun
5 oy 6 oy oldindan qilib qo'yardik, joylar to'lib qolmasa. Bugungi kunda IDP IELTS kirib kelishi o'sha bu raqobatni yanada jadallashtirdida. Bugungi kunda har kun IELTS topshirish, har hafta yoki bo'lmasa haftada 2 marta CD IELTS bo'ladigan topshirishingiz mumkin. Va natijalari ham 13 kun emas, bugungi kunda CD bo'lsa 5 kun yoki 3 kunda ham javobi chiqadi. Endi shundan kelib chiqib intensiv kurslar ham juda rivojlanib ketdi. Mana sizda o'sha ta'lim dasturingiz bo'yicha agar bola aytaylik o'sha beginner gruppidan darajasidan kelsa, qancha vaqt davomida 7,5 ball ola oladi? Xo'p, misol uchun menga bunaqa bolalar juda ko'plab kelgan. Endi bu IELTS baho olishi bu ko'pincha bolaga ham ko'p narsa o'ziga bog'liq. Misol uchun men o'ylaymanki, bizga shunaqa bir intensiv nimalar bor, dasturimiz bor. U yerda intensiv bizlarni boshqa kurslardan qaraganda bizga intensiv nima jihatdan farq qiladi? Xo'p, avvalambor intensiv davomida biz bolalarni taqriban bir hafta kuzatamiz. Har kimda qobiliyat har xil. Ayrim bolalarda misol uchun olish qobiliyati, eslash qobiliyati yoki saqlash qobiliyati ko'z orqali bo'ladi. Ayrim odamlarda kitob orqali, ayrim odamlarda eshitish orqali. Ana shu bizning bolaning qobiliyatini tushunib olamiz, analiz qilamizda va o'shanga yo'naltiramiz. Bizga shu intensiv kursda bir ana shu 8 oy, 7 oyda misol uchun bolalar oladi. Ana shu narsa. Chunki 8 oyda 7 oladigan o'quvchilaringiz bor. 0 darajadan keladi. Endi 0 darajadan, lekin o'ta qobiliyatli talaba. Shunday. Agar insonda qobiliyat bo'lsa, u tez rivojlanadi. Misol uchun ayrim o'qituvchilar misol uchun keladi-da. Mumkin, masalan, ular aytishi mumkin, biz ingliz tilini misol uchun ancha bilamiz. Lekin bizda nimaga bunaydi? Masalan, ingliz tili masalan finishi mana berib bo'ladigan bo'lsa, ayrim o'qituvchilar uni yarim kelgan. Mumkin o'sha yarimni 10 yilda qilgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qiyin bo'ladi. Undan ko'ra 0 yuguradigan bola menga finishga tezroq bo'ladi. Chem yo'qqa yurayotganda o'qituvchilar misol uchun qaraganda. Bu avvalambor qobiliyatga tegishli. Masalan, ana shu narsa deb o'ylayman. Yana bir zo'r narsa hozir meni o'zimni hayolimda o'tdi. Endi bugun siz bilan uchrashuvimiz bir ochiq suhbat, hech qanaqa o'sha oldindan tayyorlangan savollarimiz yo'q. Meni beradigan savol mana ko'pchilik o'quvchilarda ular masalan o'sha B1, B2 levelda qotib qoladi. Aynan C1, C2 level o'tish uchun qiyin. Chunki nimaga? Chunki bizani kundalik hayotimizda ishlatadigan so'zlar yoki o'sha fe'llar deymizmi yoki sifatlar bular o'sha ko'proq B1, B2 da bor. Siz aytmoqchi bo'lgan narsa xuddi shunaqa. O'qituvchilar ma'lum bir darajaga keladi va qotib qoladi. Endi siz o'sha o'quvchilarni mana ruhlantirish uchun, ularga motivatsiya berish uchun aynan shu bosqichdan o'tish uchun qanaqa metodlar qo'llaysiz? Chunki mana ba'zi bir o'quvchilar 7 oladida 8 ololmaydi. Shunday. Chunki o'zini ustida ishlashdan to'xtaydi. Qanaqa bo'ladi siz o'quvchilar bilan shu narsa? Xo'sh, bu misol uchun 6 ballgacha degan bo'lsak, aytilgan bo'lsak, masalan ayrim bolalar keladi, qisqa vaqt ichida 6 ball olishi mumkin. Masalan, 0 dan 6 masalan 6 ballgacha bir 6 oy ketgan bo'lsa, 6 dan 8 gacha unga 2 yil ham kam bo'lishi mumkin. Misol uchun. Endi IELTS shunaqa narsa. Agar shunaqa endi u 8 ball oladigan bola, misol uchun u keng fikrlaydigan bo'lishi kerak u. Masalan, hozir ko'pchilik masalan ayrimaga ko'p o'qituvchilardan yoki o'quvchilardan inshaalloh keladi yoki biz speaking qilamizda, shunaqa bir narsa bor. Ular hamma ko'pincha o'quvchilar qotib qolgan kompleks. Shu kompleks bo'lishi kerak, murakkab bo'lishi kerak-da, yo unday emas. Endi buni ikki xil varianti bor. Arzon varianti bor, qimmat varianti bor. Buni qimmat varianti bir London borib o'qisin bir yil. Amerika borsin, dunyo qarash. Endi yo'q dunyo qarash. Yo'q o'zi fantaziya, yo'q qobiliyatni o'zi ishlaydi. 6 ballgacha bolani disiplina bilan o'ldirsa bo'ladi. Lekin yo'q o'zi fantaziya kerak. Yo'q o'zi qobiliyat o'zi ishlaydi. O'zini dunyo qarashi, dunyo qarashga bog'liq bo'ladi. Rivojlanishi kerak. Shunday. Juda ham yaxshi. Akmal aka, yana aytaman, bugun bir nima deydi, noodatiy ko'rsatuv. Qanaqa o'zingiz maslahatlaringiz bor? Misol uchun men so'ramagan yoki men so'rasam aytgan bo'laringiz, o'sha o'quvchilarga deymizmi, ota-onalarga deymizmi, o'sha aynan o'sha til o'rganmoqchi bo'lganlarga beradigan maslahatingiz qanaqa? Nimalarga ular e'tibor berishsa? Xo'p, yaxshi. Misol uchun asosiy men aytmoqchi bo'lgan narsa shunday iboratki, har bir til o'rganuvchi avvalambor til o'rganishdan oldin shu ingliz tili, nafaqat ingliz tili, xohlagan tilda 4 ta narsa bo'ladi. Gapirish, yozish, eshitish, misol uchun o'qish. Tilni boshlandimi, ana shu 4 ta narsadan boshlash kerak. Sekin-sekin. Shu gapirgan paytda bizga shunaqa bor, baby learning misol uchun. Ana shu metod juda katta rol o'ynaydi. Menga misol uchun bola kursga kelgan paytda birinchi kunni o'zlari bolalarni harakat qilaman gapirtirishga. Qaysi so'z o'rgansa, o'shani o'zbek tilida qo'shib bor deyman. Sekin ana shu gapi, muloqoti to'liq ingliz shakllanadigan bo'ladi. Va ko'pchilik talabalar aytishi mumkinki, domla biz gapirgan, biz qanday qilib speakingni oshirsak bo'ladi.
Buni misol uchun yo'llari faqat gapirishda emas. Ular o'ylaydi, agar men qanchalik ko'p gapirsam, men shunchalik yaxshi bo'laman. Yo'q, unaqa narsa emas. Misol uchun bizda metodda shu gapirgan paytda speakingda 5 xil strategiyasi bor. Qanday qilib talaffuz qilish, balans, to'xtash, ko'tarilish, tushish, qo'shish. Ana shu narsani biz ko'pincha reading deb qilamiz. Men bolaga misol uchun jurnal beraman. O'sha darsni o'tganimdan keyin avvalambor musiqachilarga notalar bor-ku. Ana shunaqa bolalar chizadi. Avvalambor ularga men o'qitiraman. Misol uchun xohlagan bir bolani bir eksperiment qilsangiz, bola qanday o'qisa ana shunday gapiradi. Gapirishdan oldin uni avvalambor yaxshi o'qishni rivojlantirish kerak. Qanday bola o'qishni, intonatsiya bilan o'qishni o'rgansa, ana shu intonatsiya uning keyin borib shakllanadi uning nutqida. Misol uchun oddiy bir miyani bir karaxt qilmoqchi bo'lsak, bizda venada ukol beramiz. Shu yo'sh narsa bo'ladi. Masalan, ta'sirini beradi. Speaking ham xuddi shunday. U faqat gapirish befoyda u. Gapiraversa odam qotib qolaveradi. Va ayrim bir IELTS topshiruvchilarga nima qilaman, ular ko'proq praktika ishlash kerak. U praktika odamni praktika qilishni ko'p, masalan aytadi, men 30 ta qilganman praktika. 50 ta masalan practice test ishlaganman misol uchun deb, uni foydasi yo'q. U practice testlarning asosiy maqsadi odamni, masalan siz 6 ball bo'ladigan bo'lsa, o'sha 6 ballga qotirib qoladi. O'smaydi u. Uni o'sish uchun uni boshqa yo'llari bor. Mumkin so'z bo'yli kam bilishi mumkin. Uni misol uchun eshitib memory kam bilishi mumkin, analitikasi yaxshi bo'lishligi misol uchun mumkin. Ana kamchiliklari bor. Uni bir marta test bilan emas, uni sekin-sekin dars davomida uni shakllantirib borish kerak. Shu narsani misol uchun o'ylayman. Demak, juda ham yaxshi. Menimcha bugungi ko'rsatuvimiz bir nima deydi, fikrlarga, argumentlarga juda ham boy bo'ldi. Chunki boshqa o'qituvchilar bilan suhbatlashganimizda ko'pchilik sizning o'sha fikringiz aynan disiplina emas, ularga ruhlantirish kerak. Ularni har bitta o'quvchini o'zini qobiliyati bo'ladi. Agar o'sha qobiliyatni biz topsak va unga qanaqadir ozgina uchquncha qilsa ham o'sha narsa yashiringan hidden narsani biz agar ochadigan bo'lsak, tez bo'ladi. 10 yilda o'rgangan narsasini 7 oyda, 8 oyda ham o'rganish mumkin degan fikrlarni, juda ham zo'r fikrlarni bildirdilar. Endi bugungi ko'rsatuvimizdan fikrlar juda ham yaxshi bo'ldi. Biz ana kuzatuvchilardan bir iltimos qilgan bo'lardik-ki, qaysi fikr, qaysi daqiqa sizlarga yoqdi? Shu narsani kommentariyada qoldiringlar, chunki bizdan keyin ham bu videoni ko'radigan, o'sha bu ko'rsatuvni ko'radigan bizani o'sha tomoshabinlarimizga osonroq va bu narsa qiziqroq bo'ladi. Va albatta sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa dislike qo'yinglar. Va nima uchun yoqmaganligini ham yoki bo'lmasa endi yoqmaganligini emas, qanaqadir sizni boshqacha argumentingiz bo'lsa, albatta demak o'sha kommentariyada qoldiringlar va Akmal akamdan ham bir o'sha iltimos qilardikki, o'sha YouTube'ga videoni qo'yganimizdan keyin albatta o'sha berilgan fikrlarga bir o'zingiz izohingizni qoldirsangiz, menimcha baribir tomoshabinlarimizga bu narsa qiziq bo'ladi, sizning fikrlaringizni bilish. Akmal aka, kattakon rahmat bugungi o'sha ko'rsatuvimizga rad etmasdan kelganingiz uchun. Juda ham bir yaxshi, mazmunli ko'rsatuv bo'ldi deb aytishim mumkin. Va demak, tomoshabinlarimizga ham rahmat deb qolaman. Va albatta bizani keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha.